O'zbekiston tibbiyotida so'nggi yillarda juda katta o'zgarishlar ro'y bermoqda. Dastlab yurakni ochish, so'ng buyrak ko'chirish amaliyotlari o'tkazildi. 2018-yilda esa ilk bor jigar ko'chirishga qo'l urdilar. Bu yilning o'zida 140 dan ziyod bemorga yaqinlari jigari ko'chirib o'tkazildi. To'g'ri, bunday tibbiyot amaliyotlari Toshkentda, markazda bo'lar edi. Davlat rahbarining topshirig'iga ko'ra 2025-yilda dastlab Andijon, so'ng Surxondaryo viloyatlarida shunday nozik, noyob jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. Bugun 2025-yil 17-noyabr kuni ayni daqiqalarda Rishton tumani Qipchoq qishlog'idan bo'lgan Nafisaxon Mavlonovaga ukasi G'ayratjon Polvonovning jigaridan bir qismi ko'chirib o'tkazilmoqda. Hozir Farg'ona viloyatining ko'p tarmoqli tibbiyot markazi hamda O'rta Osiyo tibbiyot med institutida birgalikda va Milliy tibbiyot markazi mutaxassislari bilan birgalikda mana hozir ilk bor Farg'ona viloyatida jigar transplantatsiyasi amaliyoti bajarilyapti. Jigar sirrozidan kasallangan, jigardan mashinasi bo'lmaydi, shu yerda operatsiya qilinyapti. Qarorlarni qo'llab-quvvatladim, hurmat qildim, faxrlandim. Mana shunaqangi xo'jayinim borligidan faxrlandim. Arslonim, polvonim dedim, men sizga ishonaman. Siz bilan faxrlanaman dedim. Jigar sirrozi bo'lgan bemor kim edi? Unga o'z jigarining yarmini berayotgan pahlavonchi? Nega Farg'onaga O'zbekiston Milliy tibbiyot markazi mutaxassislari, O'rta Osiyo tibbiyot universiteti olimlari va vodiy jarrohlari yig'ildi? Bu haqida batafsil reportajimizni kuting. Hozir esa aytadiganimiz shu daqiqalarda jarrohlik amaliyoti kutilganidek davom etmoqda. Bemor ham, donor ham o'zini yaxshi his qilyapti.